Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon ve rahimli Allah namı bilen başlayman. Azizlerim, bugün sizlerge Allah'ın ulug' kitabı Kur'an-ı Kerim'den şerhler. Muhte Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf'tin tefsirlerden okuyup vermişim. Merhamet iştin. Allah özü haklayan kişinin rızkını keng kıladı, özü haklayan kişinin rızkını tang kıladı. Bu özünün bilganini kıladı. Bu hemen insan bilgüçüdür. Zor. Dünyada rızk verici hem Allah'tır. O kimnin de rızkını keng kıladı, kimnin de rızkını tang kıladı. Bunga hiç kim bir söz diyemeydi. O haklayanını kıladı. Allah şunday bilgüçü hikmetli zattır. Ankabut suresi 62. ayet. Bu hayati dünya fakat oyun kulüplerden emez. Bunlar bilmeydiler ki ahiret diyar bundan bakidir. Uzak. Adamzat ahiretini unutup bu dünya için yaşasalar demek hayatı bir yüzde öterdiler. Bekarga ötkinçi oyun kulüplerdir. Ahiret diyarı ise bakidir. Sehergerlik görüş gerek. Ankabut suresi 64. ayet. Allah ata etken nimetleriyle kafir bir nefeslik hayattan faydalanıversinler. Akıbetini ahir görerler. Uzak. Allah yolunda yürümeyi bilgen işini kılıversinler. Allah nimetiyle küfür keltirip şirk keltireversinler. Bu dünya matahı kimin kanatışça faydası yok. Akıbeti yaman buluşunu bilip oladılar yani. Ankabut suresi 66. ayet. Allah'a kaçışta İslam dini Mekke işlen. Allah'tan korkun, namaz okun, takva kılın, sadaka verin. Uzak. Allah dinine yüz tutkanda insan elbette Allah'a kaçışını biliş gerek. Allah emri bilen her bir amelini kılış gerek. Namaz okuş, takva kılış, asla müşriklerden olması gerek. Rum suresi 31. ayet. Danarak bir saateden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rivayetler hakkında hadislerden ve hak mübarek oluklardan. Allah her bir ananın farzandı için kılgan duasını kabul kılar. Uzak seferde çıksan kalbini Allah'a tavşır. Bismillahirrahmanirrahim. Diyeyim ona böyle bir şey ver. Bir kişi zulüm kılsa elbette Allah'a tavşır. Ceza Allah'tan sen güzel tutur. Takdir anıklaşan kılıp koyup bize. Bu keçki olsa da bari bir itibarsız kaldırmaydı. Hazırlık kunda hazır buluyatken kıyamet alametlerden biri haramını halal deyip biliş, kunlarının bir tezsiz ötüşü, fitnelerinin köpeyişi ve kulakka kolay bolgan ama batıl bolgan sözler sal karşı. Karşı var adam daim okuyup bilen duası ya gani ya razak. Her tam appakkına kağıt koyam. Yarkın tanıdır. Elbette buna yaxşı niyetler bilen karşıla. Yaxşı işlerini oyla ve yaxşı gümanlarını kıl. Allah ham sen bilen birge yaxşı gümanda boladı. Eğer yaman gümanda bolsan Allah ham yaman gümanda boladı. Tilaklar dualar royapka çıkadı inşallah. Hafa bolma insan. Özünü kim kanday bilse özgeni şunday bilerler. Zikir degeni tilge basan. Hatırlaş degeni ve dil, beden bilen aytiladi. Xüfiye zikren var, pinhana zikren var. Gazap sonra da araz unutuladi ama insan ko'ngli qolsa singan shishaday tiklanmaydi. Ahiratda azobi qattiq bo'lganlar.
qalbi qarayib hasad kibrga to'lishi, hayotning barakasini ketishi, Allohning g'azabiga duchor bo'lishi, namozni tark etishi. 3 narsa rizqni oshiradi. Ota-onaga hurmat, tonggi namoz va istig'for. Tavba duosi. Allohning bebaho hidoyati, oliy ne'mati bu farzandlardir. Ularni ota-ona duosidan ayirmasin Ilohim. Eldan burun ulug' niyat rejalaringni hech qachon oshkor qilmagin. Bitta tuxum tug'ib qaqahlagan tovuq kabi bo'lma. Minglab ilg'riqlar qo'ygan jim yurgan baliqday bo'l. Yo Rabbim, farzandim o'zingga omonat. Har qadamda o'zing avaylab, o'zing asra. Ko'p xato qilib hayot daftarini to'ldirma. Oldin o'chigich tomon bo'lib qoladi. Xuddi tavbadan oldin hayoting tugaganday. Uyda Qur'on tilovat qil, salovat qil, zikr qil, harom narsalardan o'zingni saqla. Onasini hurmat qilgan erkak hech qachon birovni boshqa ayolni haqorat qilmaydi. Qalb qozonga o'xshaydi. Oqirlab qaynayveradi. Undagi narsa til bilan, ko'mik bilan chiqadi. Shirin nordon bo'lib. So'zlar qalbning ta'mini aniqlatadi. İnsanın en yaxshi qo'li ochiq og'zi yumrug'idir. İnson 4 faslga bo'linadi. Kuzda yozga, sevinsa bahorga, jahli chiqsa qishga, xayollari to'zg'isa demak kuzga. 3 xil uyqu hayotni barbod qiladi. Tonggi uyqu, bomdoddan oldin va keyingi uyqu. Asr namozdan keyingi uyqu. Kech uxlab bomdodga uyg'onmaslik. Erkakning eng yomon ko'rgan ayolning gap qaytarganidir. Cebrail alayhissalom 10 marta yerga tushgan. Rasululloh sallallohu vafot etgandan keyin 10 marta yerga tushib 10 ta narsani ko'tarib ketgan. Yerdan barakani, odamlar yuragidan rahm shafqatni, tug'ishgan jigarlardan mehr oqibatni, podshodan adolatni, ayollardan iffat sharm hayoni, sabrni ko'tarib ketgan, ulamolardan taqvoni, boydan saxovatni, Qur'onni ko'tarib ketgan va oxirida iymonni ko'tarib ketgan va shundan keyingina qiyomat bo'ladi. Eri bo'latilib boshqa erkak bilan bo'lgan ayolning nafsi buziladi. Xotin bo'latilib boshqa ayol bilan bo'lgan erkakning nafsi buzilib bo'ladi. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ayolimizni ursak bo'ladimi, ruxsat bormi deb so'radi. U zot yoqtirmaydi dedi. Oilada mehr sevgisi bo'lgan erkak muloyim va hurmatli bo'ladi. Urush esa islom ahliga ziddir. Odamzod shunday unsurki, o'ziga yaqin, o'ziga kerak bo'lgan odam insonga talpinadi, o'zi kerak bo'lgan insondan qochadi. Natijada hech kimga kerak bo'lmay qoladi. Alloh o'zi yaxshi ko'rgan insonga o'zini eslatadi. Til xavfli quroldir. Bir og'iz so'zing bilan o'lasan, bir og'iz so'zing bilan o'ldirasan. 5 narsaga shoshil. Mehmonga taom berishga shoshil, qazingni uzishga shoshil. Gunoh qilsang tavba qilishga shoshil va mayitni janozaga tezlashtir. Balog'atga yetgan qizingni tezroq yerga berishga shoshil. Hayotim yomon deb noshukr bo'lma. Alloh hali yomon hayotni ko'rmabsan deb undan ham battarni ko'rsatadi. Allohga shukr qilib hayotim yaxshi desang, hali yaxshi tomonini ko'rmabsan deb undan ham yaxshi hayotni ato qiladi. Tarbiya birinchi navbatda bilim va dindan oldin turadi. Tarbiya qalbning aqlga bo'ysunishidir. Hayotda yolg'iz bo'lishga o'rgangin. Qabrda ham hech kim ikkita bo'lib yotmaydi. Kambag'allikdan qo'rqib sadaqa bermasang, sadaqa bolalaring kambag'al bo'lib qoladi. Ijodiy sahifa. Bir xotin bir mo'mina ayolga debdi. Siz nima bilan pardoz qilasiz? Mo'mina ayol shunday debdi. Labimga rostgo'ylik, yuzimga rahm shafqat so'taman, ovozimga Qur'on, qo'limga xayri ehson so'taman. Hatto qomatimga istiqomat so'taman, qalbimga esa Allohimga ixlosimni ishlataman debdi. İzzetlanish haqqi. Rivoyat bu ham. Bishri Habri yerda yotgan bir parcha qog'ozni olib qarasa, u
yerga Bismillahirrahmanirrahim deb yozilgan ekan. O'pib boshiga qo'ydi va mushkambarlar isini tutib saqladi uni. O'sha kuni tushida, yo Bishir, sen mening ismimni go'zal ismlar bilan ulug'laganing uchun, izzatlaganing uchun men ham seni izzatlayman. Sening ismingni ikki jahonda xush qilgayman dedi. U uyg'ondi, yig'ladi, tavba tazarruq qildi. Makkar sotuvchi. Tavbaga shoshiling. Bu ham rivoyat. Umar radhiyallohu anhu dedi: Tavba qiluvchilar majlisiga boring, shoshiling. Ularning qalbi juda ham halimdir. Rivoyat qilishlaricha Isroillik bir yosh yigit bor ekan, u Allohga 20 yil tavba qilibdi, ibodat qilibdi. 20 yil gunoh ishlar bilan shug'ullanibdi. Bir kuni oynaga qarasaki, sochiga oq oralabdi. Bu undan xafa bo'libdi. Allohim 20 yil senga ibodat qildim. 20 yil masiyatda bo'ldim. O'zingga qaytsam mabodo tavbamni qabul qilasanmi debdi. G'oyibdan ovoz kelibdi. Bizni suyding, biz seni suydik. Bizni tark etding, biz seni tark etdik. Itoatsizlik qilding, biz muhlat berdik. Qaytsang albatta tavbani qabul qilishimiz dedi. Endi mana ukamiz ana Alisher Aymatlining elektri 8 diktadan o'qib berdim. İzzetimiz bilan. Alashkar. Loyim sultonlar qo'llasin seni. Shohning sari pinhon tanlog'i bo'lmish. Yurtning chegarasi bo'yi va eni misralarning bilan yozilmish to'lmish. Ba'zan xafaqonman, ba'zan hamdaman, ko'nglim goho butun, goho yarim bo'ldi. She'rim qayda bo'lsa men ham andaman, har bir she'rim mening lashkarim bo'ldi. G'iybat. Yomon hid tarqaldi. Uyga kir tez chop. Yo Rab, sassiqga chidab bo'lmaydi. Eshiklarni yop, derazani yop. Anov kim nahotki hidni bilmaydi. Bunchalar ko'lansa bu o'z. Yo Alloh, burningni bekitgin, paxtangni bergil. Rasululloh deymish, do'stlar bunday choq. Kimdir mo'minlarni g'iybatlar qilmish. Do'stlarim, dunyoda 6 narsa bor. 6 narsani yeydi. Yolg'on rizq yo'llarini yetab bo'lsa tor, tavba gunoh istar, gunohni yeydi. Sadoqa baloni qiladi daf. G'am alam insonni ko'ktiraydi tuz. Savobini ichib tugati sharob, zino ildiziga qirquvchi qo'ng'iz. Robbingni ko'rasan. Hazrat umid emish, Qur'onga tikil. Turfa xil yozuvlar bo'lar namoyon. Aql bilan boqsang, ming bitta kokil, ilmi ma'rifatni topishing ayon. Qalbing bilan yondosh bu kitobga zora ishq atalmish darada oqsang, dunyoni anglaysan, do'nib oqtobga Robbingni ko'rasan, ruh bilan boqsang. Azizlarim, shu bilan bugungi ish turishimiz tugadi. Kelgusi efirda ko'rishguncha omon bo'linglar.